Qiz otani yuragini bir parchasi, yuragini bir bo'lagi, yuragini bir bo'lagini uzib bergan o'sha uzatganda. Mana shunday tasavvur qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Alloh xohlagan bandasiga qiz beradi, xohlagan bandasiga o'g'il beradi deb marhamat qiladi. Qur'onning hikmati shuki, qaysi ne'mat e'tiborliroq bo'lsa, o'sha ne'mat birinchi o'rinda zikr qilinadi. Alloh birinchi o'rinda qizni zikr qildi, keyin esa o'g'ilni zikr qildi. Qizni tarbiya qilgan otaga jannat bashorat. Uni boqish, kiyintirish emas, uni mas'uliyat, uni javobgarlik. Yuragini bir tomoni shu qizda bo'lib turadi-da. Qiz otani yuragini bir parchasi, yuragini bir bo'lagi, yuragini